Assalomu alaykum. Meni ismim Sardorbek, yoshim 29 da, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida istiqomat qilaman. Bundan 4 oy oldin sentyabr oyida ortiqcha vazn bilan qiynalib kelganman 10 yildan beri. 2023-sentyabr oyida Aya klinikasiga murojaat qildim, bordim. Endokrinolog Mahmudov Farangiz Karimovnani qabullariga kirib, maslahatlar bilan analizlar topshirdim, gormonlarga yo'nalish berilib, lecheniya boshlandi. Mana 4 oyda 138 kilo bilan borganman. Hozir bugungi kunda mana 27-fevral vaznim 100 kiloga tushdi. 38 kilogramm vazn yo'qotib tashladim. Klinika haqida aytaman desam, klinikaning sharoitlari, ishchi xodimlar muomalasi menga juda ma'qul tushdi. Vrachimni ham, Farangiz Karimovnani ham yo'nalishlari, bergan retseptlari bo'yicha aytganlaridek qilib sog'lom hayotga qaytdim. Vaznimdan ancha xursandman. Ortiqcha vazn bilan qiynalib kelayotgan insonlarga ham maslahat beraman. Tavsiya beraman. Klinikani ham, vrachimni ham chiroyli vazn yo'qotish bo'yicha 100% natijaga erishdim.